7-chi raqam tanlaylik. Sani aka. Qani sizga aka. Ha, o'zingiz mana. Qara sanashim farqi yo'q. Farqi yo'q aka. 7-chi raqam. 1 2 3 4 5 6 7. 5 men sizga ekan aka. Endi aka qani tekshiramiz. Agar obuna bo'lgan bo'lsangiz 100 ming so'm aka. Oxirgi 10 ta videomga like bosgan bo'lsangiz $100 aka mana. Ha, telefonimni ko'rsataman. Ha. Qaranglar, like bosishmaydi lekin men o'zim bilaman. Hozir ko'ramiz. Случайный bo'lib qoldi hozir mana. Hozir Farg'ona Bir joyda. Shuni kiring aka. Farg'ona bir joyda. Ana obuna bo'lganman, nimasi kerak? Endi 100 mingni oling aka mana bu yerdan. 100 ming torting aka. 100 ming ko'rinib turibdi o'na aka. Ana, asha. Xo'p, 100 Oling 100 ming sizga aka. Endi oxirgi 10 ta videomga like bosgan bo'lsangiz, ana bosmagansiz ko'ryapsizmi? Oxirgi 10 ta videomga like bosganingizda hozir $100 sizniki bo'lardi. Bosibman mana bitta ekan. Bittaga bosgansiz, qolganiga bosmagansiz mana. O'cha bosib O'zi akamning oldilariga asal olgani kelgandim aka mana, случайный bo'ldim aka. Endi bu asalni Zomin tog'larida yetishtiradilar o'zlari, asalchilik bilan shug'ullanadilar. Toza asal kimga kerak bo'lsa, murojaat qilaverasiz. Nomidan chiqqanlarga bir bonus qilib berasizmi aka? Inshaalloh bonus qilib beramiz. Ramazon oyi munosabati bilan tabiiy toza mahsulotlarimiz o'zimiz ishonchli asal biz olib sotarmiz. Bu tog'niki? Bunisi paxta, bunisi paxta. Bu tog'niki bu. Paxta deganimiz ham o'zi o'to'landiki, cho'lniki bo'ladi. Aha. 100 ming so'm sotyapti, shularga Ramazon aksiyasi qilib, har bitta 1 kilogramm uchun 200 gram bonus qo'shib beramiz. Mana shu bonuslar aytgan bonus shu bo'layotganda 200 gram zo'r bo'libdi-yu. Necha pul mana shu turishi aka bonus? 100 ming bo'ladi, sizga 80 ming so'mga to'g'ri keladi. Tog' asallarimiz 150 ming so'm bo'lsa, bularga 200 gram shu bonusini qo'shib berganimiz hisobiga, bu ikkitasi bitta 1 kilo bo'lsa, mana shu turishi 150 ming so'm, sizga 120 ming so'mdanga to'g'ri keladi. Mana ikkitasi, o'sha uchalasi 150 ming so'mga to'g'ri keladi. 150 ming to'g'ri keladi. Yetkazib ham beraverasizmi uni aka? Xudo xolasa o'zimiz taksi xizmatida biz kelishsa, o'zimiz yaqin atroflarga chiqarib beramiz. Kimda kim ishonchli toza asal olmoqchi bo'lsa, mana xolam o'g'illari bo'ladilar. Mana anchadan beri, necha yil bo'ldi asal bilan boshlaganingizga o'zi? 7-8 yildan beri asal bilan shug'ullanadilar. Poni Zomin tog'larida, shu Jizzaxlarda arilar uchib yurib, o'zi tergan paxtalar. Bitta baho beringchi, tamlariga. Asalda tomoqroq bo'lsa gapirib qo'yasiz. Mazasiga haqiqatan ham gap yo'q akalar. Murojaat qilaverasizlar, raqamlarni qo'yib qo'yaman ekranga. Sezadigan ham o'zlari shaxsan xohlasalar qo'llarga olib beradilar, bo'lmasa kelib olib kelsalar ham bo'ladi. Marg'ilonda Sarmazorda turibmiz. Like bosib padishaq turinglar, profildan ulab qo'yaman, o'tib olinglar. Asallar haqida ma'lumotlar berib boradilar bundan bag'iga. Sog' bo'linglar, hammaga omad. Hozir bir ajoyib ish bo'ldi. Faqat begonalardan so'rash deyaptilar. Mana xolam o'g'illarning oldiga kelganman. Mana aka, omadingizni olib keling. Birdan 50 gacha raqam tanlang aka. Chiqqani sizniki aka. Endi hozir o'zi bizga kelganingiz kutilmagan bo'ldi.